Assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan top 5 ta kriminal filmlar haqida gaplashamiz. 5-o'rinda 1995-yilning Seven filmi. Agar sizga sirli va psixologik kriminal filmlar yoqsa, Sevenni ko'rishingiz shart. Filmda 7 gunoh asosida jinoyat qilayotgan maniakni 2 detektiv qidiradi. Qotil jinoyatlarni Bibliyadan olib, ya'ni Injil kitobidan olingan 7 asosiy gunohga bog'lab qiladi. Finali haqiqatan ham hayratlanarli. 4-o'rinda 1971-yilning The French Connection filmi oladi. Agar siz haqiqiy kriminal drama istasangiz, The French Connection'ni ko'rishingiz kerak. Film Nyu-York politsiyachilarining narkotik kontrabandasini to'xtatishga bo'lgan harakatlarini tasvirlaydi. Pulp'da billa. 3-o'rinda esa 1994-yilning Pulp Fiction filmi. Quentin Tarantinoning bu filmi noan'anaviy uslubda yozilgan va vaqt liniyasi aralashtirilgan. Bu yerda bir nechta hikoyalar bir-biriga chalkashib ketadi. Ajoyib ssenariy, yorqin personajlar va klassik soundtrack. Bularning barchasi Pulp Fiction'ni kino tarixidagi eng yaxshi filmlardan biriga aylantiradi. 2-o'ringa 1990-yilning Goodfellas filmi o'tirib olgan. Agar siz mafiya dunyosi qanday ishlaydi deb o'ylasangiz, Goodfellas sizga maktab bo'ladi. Real voqealarga asoslangan bu filmda Henry Hillning jinoiy dunyodagi ko'tarilishi va qulashi tasvirlangan. Robert De Niro, Ray Liotta va Joe Pesci rollari filmga haqiqiy his qo'shgan. Top 1-o'rinda kriminal filmlarning eng zo'ri 1972-yilda olingan The Godfather. Bu kino haqida eshitmagan odam yo'q. The Godfather bu mafiya haqidagi eng ta'sirli filmlardan biri. Rejissyor Francis Ford Coppola va Marlon Brando, Al Pacino kabi aktyorlarning ajoyib ijrosi bu filmni haqiqiy shedevrga aylantirdi. Mana do'stlar, shu bilan videomiz tugadi. O'zingizlarga yoqqan filmni kommentariyada yozib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Bo'ldi, davay. O'chiringlar.